kasbiy ehtiyojda borligi, sizda kasbiy bo'shlig'ingizni o'zingiz tushuna olayotganligingiz muhim. O'qituvchi sizga o'xshagan o'qituvchi bo'laman deydi. Yo'q, o'qituvchi bo'lma menga o'xshagan. Mendan ham yuqorisiga chiq. Mendan ham professional bo'l, men o'quvchim shu deb men sen bilan faxrlanaman. Assalomu alaykum. Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazi demak navbatdagi oyi aprel oyi tinglovchilarni qabul qilish chiroyli tadbirlarni boshladi. Bu kun mobaynida tinglovchilarni qabul qilish jarayonida turli tuman tadbirlar og'ushida mana shunday chiroyli tadbirlar tashkil qilindi. Biz o'ylaymizki, bunaqa tadbirlarni tinglovchilarimiz albatta o'rganib, joylarda borib, maktablarda chiroyli qilib tashkil qiladilar. Shunisidan bittasi unda miyasiga nimaga aylanadi, qotadi. Ya'ni shunaqa o'qituvchi bo'lish kerak. Har kuni. Bir marta bo'lsa esdan chiqadi. Yo'q, mana shular kadrlarni o'z ustida doimiy ishlab borishlari, doimiy ravishda kasbiy rivojlanib borishlarining bir qismi hisoblangan mana shu malaka oshirish jarayonlari demak mana bugungi kunda Samarqand viloyati pedagog mahorat markazida ko'tarinki ruhda tashkil etilgan, jumladan mana bugun oyning boshida kutib olish marosimida tinglovchilarni demak bayramona shukuhda qabul qilib olib, oy davomida mana shu ularning kasbiy rivojlanishi bilan birgalikda demak pedagogika markazi jamoasi tomonidan mana shu ko'tarinki kayfiyatda demak ularga kerak bo'lgan bilimlarni berib boriladi. Aynan bu an'ana tarziga kiritilgan. Demak bizda har oyda kirish kutib olish marosimlari mana shunday kafedralar tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmali vositalar orqali demak tinglovchilarimizga markazimizni imkoniyatlari, markazimizning faoliyati, markazimizda erishgan yutuqlari bilan tanishtiriladi va oy davomida ular bevosita mana shu pedagog markazga tashrif buyurgan tinglovchilarimiz demak o'z ustlari kasbiy rivojlanish bilan birgalikda turli xildagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar ham tashkil etib boriladi.